O'ynashi bor erkaklar yuraman desa, bir deganda yuraveradi. Ularni tergasangiz, ularni ketidan har xil gaplarni gapiraverganingiz bilan yurgisi kelgan erkak shunda magazinga chiqib keling deydi, 15 minutda ichida ishini bitirib keladi. Siz bilmay ham qolasiz. Siz uni ayoli ekanligingiz yoki unga kerakli inson ekanligingizni u his qilmaydi. U o'zidan o'zi o'ynashi bor bo'lib, o'ynash oldiga ketib qolmaydi. O'sha siz erkagingizni bezillatib qo'ydingiz. Uyga kelganda chiroyli muomala qilmadingiz va shuni natijasida u sizdan qochishni boshlaydi. Va turli bahonalar bilan ko'chaga chiqadi-da, o'ynashi bilan uchrashgisi kelaveradi. Bu esa oilani, chiroyli bo'lib turgan oilani dars ketishiga olib keladi. Bir og'iz shirin gapni erkagingizdan qizg'onmang.